Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men tarjima o'zman. Bugungi videoda hamma bilgan Minecraftning 100 kun yashayman ikkinchi qismini olyapman. Ajoyib. Bu yerda olmos va bajoqamga. Suli paqir qani? Endi keldimi? Qanday? Mo'jiza bu. Xullas men kattagina kattagina g'orda bu olmoslar qidiryapman. Xullas har doimgidek sehrlangan silkitavch. Omad uchun bor, mendinglar ham bor. Qayerdan topding deyishingiz mumkin. Qishloqlar bilan savdolashdim. Albatta sizlarga bu zerikarli tuyuladi, chunki Day 9 bu yanimda mana. Tepadan ko'rishingiz mumkin Day 9. Voy, shu ham yetmay turganda ya, blok yo'q bo'lish. Menimcha yetsa kerak. Yetmasa yana to'playmiz. Minecraft aytgancha yangi biyom topdim. Albatta sizlarsiz o'y qurganim yo'q. O'y qurishni ham ko'rsatishim mumkin. Bugungi videoda maqsadimiz nima bo'ladi albatta. Bugungi video shuncha kuchayamiz aka. Har doimgidek bu g'orda maxluqlar yo'q bo'lishi uchun merno qilganman. Merno yaxshiroqda. Bu lazurit. Bu ham bizga kerak bo'ladi. Bu narsalar kuchaytirish uchun. Tushunarmi? Mayli. Ametist. Shar. Ajoyib. Ametist shar ajoyib. Buni qo'lga sindish kerakmi? Ana. Mana shu anda zo'rda durbin yasasa bo'ladi. Urra, ajoyib durbin. Uzoqdagilar ko'ramiz biz. Kim hujum qilmoqchi bo'lsa, adabini beramiz. Adashmadingiz yana diamond. Bu setni kuchi do'stlar, bu setni kuchi. Setni kuchi yordamida dipslerdan ham topsak, setni kuchi. Menga hozir yana bloklar kerak. Bloklarim tugadimi? Diamond o'zi qayerda edi? Diamond yo'qotib qo'yadi ham odam. Diamondni biror marta yo'qotganmi? Yo'q, rostdan ham do'st. Obunachilar hazillashmayapman. Buning maqsad Diamond to'plash. Keyin traderlarni mana shu 3-qismga ko'rsatsam kerak. Diamond qani? Necha minut? Menimcha ko'p minut o'tmagan bo'lsa kerak. Albatta ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p videochalar olib tashlaganman. 3-4-qismlarni ham o'ylashingiz mumkin. Lekin yo'q. 2-qismni olish shu qadar qiyin bo'ldi. Mana yangi diamond. Aytgancha aslahalarimga ham mending bor. Shuning uchun xavotirga o'rin yo'q. Aslaham mending bilan to'la. Menimcha bu biz uchun qism osonlashsa kerak. Hali bizni shunday kunlar kutadi. Afsuslanib yurasizlar. Nimaga xato qildim deb yurasanlar. Endi uygacha qurib olish kerak. Voy. Diamondni qara odam. Odam diamondga qarasa g'alati bo'lib qoladi. Xo'sh. Men diamondga keldim. Yana sakrash qoldi.
jon. Yo bro, bitta jonim qoldi. Qanday? Bro, bitta blok. Sakrashga eplolmadim, lekin eng qizig'i o'lmaganligimga qoyil. Ajoyib, men omadman. Bu setni kuchi. Meni olmos aslaham bo'lmaganda, lekin o'lgan bo'laychi edim. Men bilardim sakrolmasligimni. Chunki bu Minecraft meni qotiribdi. Bilmadim, videoni ko'rsangiz, ya'ni videoni ko'rsangiz qotmaydiganini ko'rna, lekin bu yoqqa vapsh qotibdi. Qayerga-da? Qanday? Lazurit olib ketmaymiz. Har bitta Minecraft'da lazurit olib ketsa, bizaga farqi yo'q. Bizaga temir ham deyarli yo'q, o'zi ham olib ketmaymiz bizaga mazza. Yo'q, bu yerda narsalar yo'q ekan menimcha. Meniki kiber metalligini hamma biladi. O'zimni o'ldiraman. O'zimni o'ldiraman. Kim ham o'ylab deysiz mana shu joyiga hamma narsalarning yo'q bo'lishini. O'zingiz qarang. Qachon o'laman, chiqqanim bo'lsa. Mayli, xayr sog' bo'ling, videochilar. Men qancha vaqt turaman? Ajoyib, daraja ham yo'q bo'lgani yo'q. Spawn bo'ldik. Nega men bunaqa yo'qalik bashara? Yo'qmayapti basharang. Mana. Mana trader, mana. 34 ta zumradga evaziga men deng. Menga ozgina yetmabdi. Rostdan menga 2 tagina zumrad yetmabdi. Shu bilan men kuchaytirganman. Bu yerda ham kutubxonachilar bor. Nima qilibdi o'zi ham bilmaydi. Bu yerda omad uchlik ham bor edi. Sen bratishka. Sen miding omad uch, ammani omad uch. Nelar ham yuribdi, lekin ularni ko'rsatishim shart emas. Uncha kerakli narsalar sotmaydi. Mana shu yoqqa kelka tashlagandim, haligacha turibdimikan? Yo'q. Haligacha tashlaganim yo'q ekan. Hali 8 daqiqa bor ekan. Hali biz mazza narsalar, zo'r narsalar qilsak bo'ladi. Faqat temir ketga yasash kerak. Ajoyib, temirim bor ekan. Temir kirkam yo'q ekan. Olmoslarim ko'p ekan. Rostdan ham olmoslarim ko'p ekan. Yaxshiligim kam ekan. Hazilda yaxshilik ko'p. Dunyoda eng zo'r odam kim? Men eng zo'riman bu yerda. Biji. Barcha topgan rudalarimni endi o'sha yoqqa qo'yaman. Mana bo'yvachchalar. Boyvachchaman, boyvachcha. Olmosni qarang ko'pligini. Boylik uzoq cho'zilmaydi. 3 ta olmos, omad 3 kirkasiz sinadi. 3 ta olmos nima qilishni albatta bilaman. Men Minecraft hardcore
Ko'rdi, 100 kun yashay olmadi. 100 kun yashamoqchi bo'lsanglar hardkorda bitta g'oya bermoqchiman. Bitta joyga o'zinglar ko'minglar, o'tiringlar. Zo'r g'oya lekin. Epichniy g'oya. Epichniy. Kim tasavvur qilyapti? Epichniy degani bilan. Kim ruhlandi? Men deng. Qo'yamiz-ya. Endi omad uchi bordiki, qaniydi 1-4 omad 3. Mana g'oyat. Men 15 daqiqa ichida emas. Endi hammasi ko'rayman. Mazza olmoslar. Va qo'tyapti. Mazza. Xullas mazza. Buncha olmos to'plashga mana ancha vaqtim ketdi. 23 ta, 24 ta. Va mazza. Mazza bolajonlar, mazza. Mazza, gapirmay tursam yaxshiroq bo'lardi. Mazza. 49 ta, 53 ta, bloglari tugadi. Qotayotgandan loylarni sindirib ketyapti. Mazza. Buni mendek nimaga tuzalmayapti? Nimasi olmayapti? Endi tortib bo'ldi. Voy. Mazza. Yo'q. Ichidan bo'lyapti. Yo'q. Bol. Kufsuf. Yo'q bo'ldi-yu. Kufsuf paydo bo'ldi-yu. Qocholdi-yu. Qochib ketdi-yu mana hozir qochoq. Yaxshigina qo'lim borligini ko'r. Qanday bir stak olmos 10 ta bo'lib qoldi. Endi yotib uxlaymiz bolajonlar. Va nihoyat day. Men buni uddaladim. Shuncha qiyinchiliklardan beri. Mana men nimalarni uddaladim 15 daqiqa ichida. Mana yo'q bu hamma, yo'q bu. Olmos meni kut. Olmosdan qilich va nihoyat. Olmosdan bolta va nihoyat. Mazza, hammasi mazza. Endi videoni tugatishdan oldin esa 13 daqiqa bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan men tarjima o'zidim. Keyingi qismga ancha zo'r sarguzashtlar qilamiz. Xayr, sog' bo'ling.